Sizlarga aytishimiz hojati yo'q, eslatma bilmaganlarga bir yangilik. Kimga tavog'i ko'rib bo'lib qoladigan bo'lsa, endi biron kishida yaxshi tovuq olib keldingiz, ancha tuxum olishni reja qilib kelgansiz, lekin tovog'ingiz ko'rib bo'lib qoladigan holatga kelib qoldi. Shunda nima qilish kerak? Tovuqni joyini o'zgartirib, xo'rozni boshqa qo'shasiz. Shunda yana tug'ish davom etadi. 4-5 kunda xudo xolasa ko'rkka yozilib ketadi. Suvga pishib, tanasini yaxlatib kasal qilib shamollatmay, faqat joyini almashtirasiz, boshqa xo'roz qo'shasiz, ko'rk tarqab ketadi. Bu faqat dakan boqadigan akalarga kerak bo'lib qoladi bu tavsiya. Xonaki tovuqlar qancha ko'rk bo'lsa shuncha yaxshi. Mana shu tovuqimiz ham ko'rk bo'lib qoladigan plani bor edi. 2-3 kunda yotish kerak edi. Ya'ni xo'rozini almashtirdik. Joyini boshqa joyga ko'chirdik. Yana tug'ishda davom etyapti.